Assalomu alaykum. Sizlar bilan Umiko YouTuber. Do'stlar, bilasizlar 2026-yilda juda ham ko'p tanishlarim aytayapti, YouTube kanal yuritish juda ham qiyin bo'lib ketdi va hokazo va hokazo shunaqa deyapti. Bilimi bor odamga, tajribasi bor odamga YouTube kanal yuritish ham juda ham oson bo'ladi. Kelinglar, men sizlarga 26-yilda qanaqa qilib kanallar yurityapman. Oldin men 100 talab kanallarim bor deb aytganman. Agarda intervyularimni ko'rgan bo'lsalaringiz ham 100 ta moneta bor kanalim bor edi. Hozir YouTube kanallarda qanaqa qilib ko'p kanalda mindsetga ulab ko'p kanaldan pul ishlashni ko'rsatib boraman. Kelinglar, men telefonlarimni ko'rsataman. Mana shu yerda telefonlar bor. Hozir ochgan kanalim 6 ta kanal ochganman. Mana shu o'sha hammasini monetizatsiyaga uladim. Telefonlar qanaqa telefon desalaringiz, oddiy 1 millionlik, 1 million 200 minglik telefon olib, bu telefonga kanal ochaman va kanalni yuritaman. Qanaqa qilib yuritish kerak men sizlarga aytaman. Bir dona telefon olasizlar, sotib olasizlar. Ishlatilganmi yoki yangi olsalaring yaxshiroq. 1 million 200 ming eng arzonni olsalaringiz ham ichiga Beeline nomer kerak xullas. Bitta alohida nomer, bitta alohida telefon olasizlar, kanal ochasizlar. Bo'ldi. U nomerni boshqa kanallarga ulamaysizlar, boshqa Gmailga ulamaysizlar, boshqa telefonga ulamaysizlar. Gmailni bitta telefonda ishlatasizlar. Va kanal yuritish osonroq bo'ladi va yopilib ketish yoki boshqa muammolar yo'q bo'ladi. Men hozir qanaqa qilib yuritib, qanaqa qilib pul ishlashga ulaganlarimni ko'rsataman va pin kodlar kelgan. Pin kodlarni kanallarga tasdiqlaymiz va pul ishlashga ulangan kanallarimni pin kodlarini tasdiqlab ko'rsataman sizlarga. Hozir mana har bitta kanalga bitta telefon olganman. Yangi telefonlar mana 1 million 250 ming ham olganman. Bitta telefon, bitta nomer. Lekin kanallarim qancha pul ishlaydi, shuni ham ko'rsataman. Kelinglar, kanal qancha pul ishlashini ko'rasizlar. 2 million 200 mingta prosmotrga 2166 dollar pul ishlagan bir dona kanal. Hozir sizlarga buni so'mda qilib ko'rsataman. AQSh dollarida turibdi, O'zbek so'miga qo'yaman. Bir dona kanal 26 million 271 ming pul ishlagan. Bir dona kanal. Men to'g'ri ishlatganman. Bitta telefon olganman, bitta sim karta olganman va kanal ochganmandagi video qo'yib 26 million ishlaganman. Hali bu har kuni ishlab kelyapti. Kuniga qaranglar. 700 ming, 600 ming kuniga. 2 kunda telefon pulini ham kerak bo'lsa qoplab ketgan. Kanalni yuritishni bilish kerak, bilim kerak bo'ladi. Do'stlar, bilasizlar, bizning darsligimiz sotuvga chiqqan. Ro'za oyiga aksiyada 50% aksiyada sotib olsalaring bo'ladi. Telegramda opsiyaga qoldiraman. Bemalol bog'lansalaring bo'ladi. Dars olmoqchi bo'lsalaringiz bemalol. Bilim olish o'zlaringiz qo'llaringizda. YouTubedan pul ishlash ham harakatga o'zlaringiz qo'llaringizga bog'liq. Kelinglar, endi men pul ishlagan kanallarimni, pul ishlashga ulangan kanallarga pin kod keladi qog'ozcha. Ana shularni tasdiqlab sizlarga ko'rsataman. Nechta kanalim moneta yongan bu oyda o'zida kelinglar ko'rsataman. Hozir bu yerga mana pin kodlar kelgan. Men bu yerda ikkita pin kodni tasdiqlab qo'ydim va qolganini video olishga qaror qildim. Pin kodlarni hozir har bitta pin kodni tasdiqlaymiz. Kelinglar, birinchi pin kodni tasdiqlaymiz. Mana pin kod hali ochilmagan. Kelinglar, ochamiz. Farqi yo'q, qog'oz shu Amerikadan keladi, Google AdSense. Bunaqa chaqirishlar hammasini darsligimda o'rgatganman. To'g'ri chaqirish, to'g'ri so'zlash hammasi o'rgatiladi. Kelinglar, pin kodni kiritamiz. Mana bu yerga pin kod kiritiladi va pulni yechsa bo'ladi. Bu kanal pul ishlagan. Hozir men pin kodni kiritib ko'rsataman. Mana mishkani bosaman va bu yerga kodni kiritishim kerak. Mana 622 229 va buni bosamiz. Ana, bo'ldi. Pin kod tasdiqlandi. Endi bu kanaldan bemalol pul yechsam bo'ladi. Mana birinchi pin kod tasdiqlandi. Ketdi. Yana pin kod tasdiqlayman bu kanalimga. Hozir 1 minut. Mana ketdi. Bu kanalga pin kod tasdiqlayman. Mana shu pin kod shu kanalniki. Bu pin kodni ham ochamiz. O'sha ochish mana bo'lib qoldi. Oddiy ochib tashlsam ham bo'ldi. Yetib ochsam pin kod ko'p kelyapti, juda ham ko'p. Chunki kanallarda juda tez monetizatsiyaga olyapman. Mana 414 240. 414 240.
Bo'ldi, ulandi. Bu kanaldan men pul yechaman bu oy. Endi yana bitta kanalim ketdi. Mana bu kanaldan ham hozir pul yechaman. Hozir pul yechaman deb pin kodini kiritaman va 21 dan keyin pul yechsa bo'ladi. Hozir kelinglar sanani ko'rsatinglar mana. Sana 20. 21 dan keyin hamma kanalimga pul tushadi va pullarni yechaman men. Shuning uchun pin kodlarni tasdiqlab qo'yapman yangi kanallarimga. Buni ham mana kodi. Mana mikrofonni sal chekkaga olib qo'yamiz. 828 800 ketdi. Bu ham mana yashil yondi. Qaranglar, bu yerga yashil yonyapti, pulni yechsa bo'ladi, ketdi. Endi yana bitta kanal. Mana bu kanalda ham mana pin kod kiritish kerak. Mana yana bitta pin kod. Hech ochilmagan, ko'rasizlarmi? Bunaqa bilimlarni, bunaqa sirli narsalarni hech qaysi YouTube kanallar ko'pincha chiqarmaydi. Mana sizlarga ochiq oyda chiqaryapman. Qadrlab like bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiringizlar. Gazini bosinglar. YouTube'ni men davrida ancha yil avval YouTube'ni o'rganmoqchi bo'lganimda O'zbekistonda YouTube o'rgatadigan insonlar yo'q edi. Keyin men ancha yil avval boshlaganman-ku, tajribam oshib ketaverdi. Tajriba degan nima degani? Kuchayib ketaverasiz-da, yildan yilga kuchayib ketaverasiz o'zi. Tajribangiz bo'ladi. Xato qilasiz, to'g'rilaysiz, o'zi hamma bilimni o'rganib olasiz ana shunaqa qilib. Ketdi. Bu AdSense'da ham ochib. Qaranglar, nechta kanalni monetizatsiyaga olyapman. O'sha xatolarim menga endi juda ham ko'p natija olib kelyapti. Bu kanalda ham mana AdSense'ga 5, 9, 6, 750 mana ketdi. Buni ham mana, buni ham tasdiqladik. Zo'rmi do'stlar, zo'rmi? Hozir sizlarga yana telefonimda turgan yana bitta kanalimni ko'rsataman. Bu telefonga bitta kanal qilib qo'yganman. U oddiy telefonlarim, bu o'zimga yana bitta kanal qilib qo'yganman. RPMni ko'rsataman. Hozir sizlarga hech kim ko'rsatmaydigan RPMni ko'rsataman. Juda ham qiziq bo'ladi bu. Qaranglar. Mana 1000 ta prosmotr olgan, 41 soat avval qo'yilgan video. 1000 ta prosmotr. Mana 1000 ta prosmotr olgan. O'tkazaman. 1000 ta prosmotrga $23 pul bergan. Va daromadga bosaman. Mana. Har 1000 ta tomoshalardan RPM mana $38. 600 ta prosmotrga $23 pul bergan. Bunaqa bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsalaringiz do'stlar, bemalol darslik sotib olsalaringiz bo'ladi. Nima uchun darslik sotasiz, buncha pul topsangiz deyapsiz? Masalan, shunaqa savollar ko'p yozadi kommentariyaga. Men ham YouTube'dan ham pul ishlagim keladi. Masalanda, ham o'zim bilimimni sotsam ham pul bo'ladi. Ikkalasidan ham pul ishlayapman. Nima farqi bor? Do'stlar, sizlarga bilim beryapman. Zo'r emasmi? Bemalol natija qilsalaringiz bo'ladi. Kazini bosish kerak. Masalan, YouTube'da qo'ygan videoyingizga pul beryapti. YouTube. Menga juda ham YouTube yoqadi. Ko'chalarda ishlab ko'rganman. Masalan, ofitsiant bo'lib ko'rganman. Paxtada ishlab ko'rganman. Juda ham ko'p joylarda ishlab ko'rganman. Ular ishi yoqmaydi, to'g'risi, ko'chani ishi yoqmadi. Qiyinchilik bor. Ularga ham hammasiga chiday olaman, qiyinchiliklarga ham. Lekin u yerda ko'p pul topib bo'lmaydi-da, to'g'risi. YouTube'dan bemalol yaxshi natija qilib, masalan, uy oldim, mashina oldim, YouTube'da ishlagan pullarimga. Xohlagan telefonimni ishlataman, xohlagan kompyuterimni ishlataman. O'sha vaqtlar men YouTube'da o'rganaman degan vaqtda menga o'xshab YouTube o'rgatadiganlar yo'q edi. Juda ham qiynalganman vaqtida. Hozir YouTube'da o'rgatadigan insonlar bor, bilimi bor insonlar O'zbekistonda ham ko'paydi. Gazini bosib o'rganish kerak. Hozir darsligimga 50% chegirma qilganman ro'za oyi uchun 3 kunga faqat ulgurib qoladi. 50 ta odamga joy bor. Uncha ko'p pul bo'lmaydi do'stlar. Men YouTube kanalimda undan ko'p pul topaman-da, darslikdan ko'ra. Darslikda 50 ta odamga joy bor. Kimdir olmoqchi bo'lsa, bemalol yozinglar, kommentariyaga yoki opisiyaga men Telegram kanalimni qoldiraman. O'tasizlardan darslik olsalaringiz bo'ladi. Sizlar bilan Umiko bo'ldi. Videoni like bosinglar, kommentariyaga yana nimalar o'rgatishni yozinglar. Barchasini sizlarga yana ham o'rgatib boraveraman. Sizlar bilan Umiko.